demak bu yoqda tasbehlar, bu yoqda nabiylar silsilasi, bu yoqda Riyozus Solihin 3 ta tomli, So'folloyor. Bu yoqda mana menga eng qiziq bo'lgan kitoblardan yana bittasi Muqaddima Ibn Xaldunniki, ijtimoiy fanlarning asosi, ya'ni muqaddima ijtimoiy fanlarning asosi. Menimcha shunaqa tushundim. Yana ham o'qib bilaman nima haqida. Bu ham 3 ta tom ekan, lekin hozir men birinchi navbatda mana shu kitobdan boshlamoqchiman. Qiziq bo'ldi. Undan keyin bu inshaalloh va G'azzoliyning kitoblariga o'taman. Albatta kitob o'qish juda ham tafakkuringlarni rivojlantiradi va odamga boshqacha bir umuman boshqacha bir huzur beradi qalbingizga. Juda ham zo'r kitoblar. O'qinglar albatta.